Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kabi. Kelin hikoya qiladi. Qaynonam uyimizga sovchi bo'lib kelganlarida udumga ko'ra choy olib kirdim. Salom berdim-u chiqib ketdim. Ko'zimga o'ta sodda, o'ta g'arib bo'lib ko'ringanlar o'shanda. Keng, katta ro'mol o'rab olgan, atir upalarsiz, yasan-tusansiz edilar. Hech sovchi bo'lib kelganlarning ichida bunaqasini ko'rmagan edim. Sovchilar ketgach onam adresimizni kim bergan ekan-a? So'rasam, omonat dedi. Umuman bizni oilaga to'g'ri kelmaydi-ku. Ani o'ralgan ayolni oldida juda yomon uyalib ketdim ahvolimdan. Oldi yopiqroq kiyim kiyib chiqay desam, tuzukroq kiyimim ham yo'q ekan aksiga olib, dedilar astoydil xijolat bo'lib. Men hamday xijolat bo'lgandim o'shanda. Uyimizga o'ralgan sovchi kelishi yetti uxlab tushimizga kirmagan. Biz ruslashgan, o'ta zamonaviy oila bo'lganmiz. Bemalol short mayka deysizmi, mini yubka deysizmi kiyib yuraverganmiz. Lekin qaynonam sovchi bo'lib kelib, bizni ancha uyaltirib ketganlar o'shanda. Bu ayol boshqa bilmaydi. Bizni ularga to'g'ri kelmasligimizni bildi, dedilar onam. Lekin qaynonam ko'p o'tmay yana keldilar. O'g'lim olib kelgandi. Agar rozi bo'lsangiz, o'g'lim qizingiz bilan bir ko'rishib gaplashib olsa. Nima deysiz shunga? dedilar. Onam hech narsaga tushunmasalar-da, shoshilib qolganlaridan rozi bo'ldilar. Chunki menga kelgan sovchilar yo restoranda, yo kafeda, yo parkda uchrashganmiz. Bunisi bilan uy ichida uchrashishim onamni ham, meni ham shoshirib qo'ygandi. Uni ustiga tuzukroq, yopiqroq kiyim ham yo'q edi. Men o'z kutubxonamda uchrashadigan bo'ldim. Yigitlarning oldida hech bunaqa yomon ahvolga tushib uyalmaganman. Kiyimlarimdan xijolat bo'lmaganman. Lekin bunisini oldida qani endi to'g'ri o'tira olsam? Ko'zimni yerdan uzmay, yubkamni pastga tortaveraman. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bo'ldi, endi tinch qo'ying o'sha yubkani. Pastga qarab tortaverib, yirtib yubormang. Foydasi yo'q. Baribir uzun bo'lib qolmaydi. Yer yorilmadi-yu, o'sha yer qa'riga kirib ketmadim. Nima savollar berdi, nimalar dedim eslolmayman. Umrimda bunaqa hayajonlanmaganman. Ertasi kuni qaynonam onamga telefon qilib, men ma'qul kelganimni, meni javobim ham ularni qiziqtirayotganini aytdilar. Eshitib, yuragim hapqirib ketdi. Joyimda o'tira olmay qoldim. Ammo ota-onamga bildirmadim. Adamlar ishda bo'lganlari uchun kuyov ko'rardan quruq qolgandilar o'shanda. Ertaga yigit kelsin, men bir ko'ray. Gaplashib, gap so'zini eshitay, dedilar onamga. Onam bilan yugurgilab bog'ga tushdik. Ikkimiz o'zimizga yopiqroq ust-bosh olib chiqdik. Ichimdan ko'nglim o'sha yigitga ketgan edi. Onamga indamadim lekin. Hayajondan o'lib qolishimga sal qolayozgandi. Dasturxon tuzatdik. Bor mahoratimni ishga solib pishirib tashladim. Adamlar osh damladilar, chuchvara qildik. Aslida bunaqa ovqatlar biznikida kamdan kamlar edi. Asosan yengil ovqatlar, mevalar yeyilardi. Kelishdi. Soatni kutaverib o'lib qolishimga oz-moz qolgandi. Qaynonam, kuyov, qaynonamning ukalari ancha gaplashib o'tirishdi va kuyovning iltimosi bilan bizni yana bir marta uchrashtirishdi. Oldingi uchrashuvda sochlarim yoyilgan, bir qarich bo'yalgan tirnoq, mini yubka, oldi ochiq koftada ko'ringan bo'lsam, ikkinchi uchrashuvda onam bilan bozordan olgan hamma yog'i yopiq kiyimimni kiyib o'tirdim. Orqaga qilib sharf ham bog'lab oldim. Kirishlari bilan salom berdim. Oldingi uchrashuvda salom bermagandim. Aqlimga ham kelmagan edi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Bo'lar ekan, shunaqa kiyinsa, binoyidek yarashibdi. Oldingi safar o'zingiz ham rosa qiynalib ketgan edingiz. Kalta-kulta narsalarda. Ko'rib xursand bo'ldim. Mashalloh. Yana nimalar dedi, men nimalar dedim, hammasini unutdim. To'y roziligini berdik. Onam bir-birini yaxshilab tanisin, keyin to'y bo'lsin deb taklif kiritdilar. Qaynonam to'ydan keyin bir-birini taniyveradi. Nikohsiz aylanib yurishlari zarardan boshqa narsa emas, deb to'yni tezlashtirish taklifini o'rtaga tashladilar. Adamlarga ham ma'qul keldi shu taklif. Menga-ku hammadan ham ko'proq yoqqandi bu taklif. O'zi adamlarga boshidan bu oila yoqqan edi. Amakimlar bilan borib surishtirganda hamma maqtagan ekan, ayniqsa kuyovni. To'y tayyorgarliklari boshlanib ketdi. Onam faqatgina idish tovoq qildilar. Qolgan hamma narsalarni kuyov tomon qiladigan bo'ldi. Boshidan qaynonam shu shartni qo'ygandilar. Zaksdan o'tgach, shu bilan to'yga bir hafta qolganda kuyov bilan ko'rishdik. Mahrga nima olib berishlarini so'radilar. Hech narsani tushunmadim. Mahr degan so'zni endi eshitishim edi o'shanda. Keyin chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Og'zim ochilib qoldi. Istalgan narsamni so'rashim mumkin ekan. Dubayni aylantirib kela qoling. Subhanalloh. Dubaydan tuzukroq narsa yo'qmi so'rashga? Mayli, olib boraman. Yana shoshib qoldim. Demak, yana narsa so'rasam bo'lar ekan. Mashina. Menga tegsangiz, ko'chaga faqat o'zim olib chiqaman deb boshidan shart qo'yganman. Rozi bo'lgansiz. Mashina haydatmayman. Hajga olib boraman, bo'ladimi? Bo'ladi, dedim u haj qayer edi deb o'ylashga tushdim. Nikoh o'qildi. Nikohni ertasi kuni erim meni olib ketgani keldilar. To'yga bir hafta bor. To'y ko'ylaklarini olgani bordik. Sipo, yopiq ko'ylak tanladik. Tilla do'konga kirdik. Olma suzuk olib, bu sovg'a to'y kuni taqib oling, dedilar. So'ng Chorsuvdagi kitob do'konga olib kirdilar. Namoz, nikoh, tavba, o'lim haqidagi kitoblardan tanlab olib, qo'limga tutqazdilar. O'qib, o'rganib turing. Tushunmaganingizni to'ydan keyin tushuntiraman inshaalloh. O'qishni avval tahoratdan boshlaysiz, dedilar jilmayib. Uyga keldim. Ota-onam hamma ishni tashlab, kitob titishga tushib ketishdi. Biz o'zimizni musulmon sanasak-da, lekin kofirlardan farqimiz yo'q edi. Bizda umuman zarracha musulmonlik alomati bo'lmagan. Faqatgina o'liklarimizni musulmonlarga xos tarzda ko'mganmiz xolos. O'zimizni musulmon deb yurganimizga kitob varaqlab uyalib ketdik. Uyimizda mehmonlarga atalgan shampan, vino, viski har doim hozir va nozir turgan. Jaynamoz, tasbih topilmasa-da, shaytonning suvi topilar edi. Lekin shunga qaramay, ota-onam islomiy hayotda yashaganlarni qattiq hurmat qilar edilar. Dindorlarga nisbatan qalblarida chirkinlik bo'lmagan. Men o'zimga taalluqli kitobni oldim u xonamga kirib ketdim. Nikoh kitobi. To'y. Katta to'yxonaning yuqori qavatini erkaklar uchun, kirish qavatini ayollar uchun hozirlashibdi. Men mashinadan tushaman, kuyov oyog'imni bosadi, gul tutqazadi va birga yetaklashib kirib ketamiz deb xayol qilgandim. Yo'q, unday bo'lmadi. To'yxonaga meni ayollar olib kirdilar va to'rda ayollar bilan o'tirdim. Kuyovni ko'rmadim. To'y tugadi. Juda chiroyli o'tdi. Bosh og'riqlarsiz, baqir-chaqirlarsiz. Biz tomondan 20 taga yaqin ayollar yotib qolishdi.
Qaynonam iltimos qilib olib qolibdilar to'g'rirog'i. Shunga oldindan tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Tun. Kuyov bola yarim kechasi nim tabassum bilan kirib salom berdilar. O'rnimdan turib, men ham salom berdim. Kuttirib qo'ymadimmi? Men ham shoshganimdan xijolatda, "Yo'q, kutmayotgan edim", dedim. Unda nega uxlamasdan o'tiribsiz? Nima deyishni bilmay kulib yubordim. Duxoba qutida qo'limga sovg'a tutqazib, "Bu sizga, arzimasa ham, ko'p kuttirib sog'intirganim uchun", dedilar, yoqimli jilmayib. Ochib qaradim. Tilla zanjir ziragi bilan edi. Yoqdimi? Ha, albatta. Lekin sizga sovg'a tayyorlamagan edim. Meni uyaltirib qo'ydingiz, dedim astoydil uyalib. Er-xotin ahil-inoq yashasak, o'sha menga sovg'a, dedilar yelkamdan quchib. U bu narsa yedingizmi? Ha, yedim. Negadir meni qornim ochdi. Keling dasturxonga birga gaplashib choy ichamiz. Men biroz avval xolam bilan choy ichib, qornimni to'yg'azib olganim uchun hech narsa yemasdan kuyovni tomosha qilib o'tirardim. Ana kuni uyingizga adangiz bilan ko'rishgani borganimizda dasturxondagi pishiriqlarni kim pishirgan edi? Sizmi? Ha, deb boshimni qimirlatib qo'ydim. Mashalloh, juda mazali bo'lganidan mazasi hali ham og'ib turibdi. Meni tasavvurimda dindor erkaklar qo'pol, muomala bilmaydigan, xasis, qovoq tumshug'i osilgan, kulmaydigan, ayollarga chiroyli muomala qilmaydigan kishilar edi. Lekin qattiq adashganimni sovchi bo'lib kelishganda bilgandim. Go'zal muomalali, hazilkash, ochiq, samimiy erim birinchi uchrashuvda o'zlariga rom qilib qo'ygan edilar. Bir meni emas, odamlarni ham. Choy icharkanlar kuzatib o'tirib o'zimga o'zim deyman. Insonlar naqadar adolatsiz. Har doim dinsizlar musulmonlarni juda qo'pol, xunuk qilib ko'rsatishga urinib kelishgan. Mana qarshimda bitta dindor o'tiribdi. Nimasi yomon? Aybi nima? O'sha o'zini madaniyatli sanagan kofirlardan 1000 marta afzal-ku. O'shalardan o'lsa, o'ligi ortiq. Har taraflama go'zal. Hoy kelin poshsha, xayolimni erimni hazili buzdi. Labbay. Xo'sh, endi qachon Dubayga uchamiz? Tushganimga 1 oy bo'ldi. Juda baxtiyor bo'lganman. Qaynotam og'ir, vazmin, kamtar odam edilar. Bor yo'qlari bilinmas edi. Hammaga ovozlarini pasaytirib, boshlarini egib, odob bilan gapiradigan kishi edilar. Qaynonam, "Jonim bolam", deb muomala qilganlaridan jonimdan ortiq yaxshi ko'rib qolganman. Tibbiyot oliygohining 2-kurs talabasi edim va o'qishimni davom ettirishimga hech kim monelik ham qilmadi. O'sha paytlar qaynonamning yordamlari juda katta bo'lgan. Har doim qo'llab-quvvatlab, jonim qizimlab meni yo'lga solganlar. Namoz o'qishni 1 haftada o'rgandim. Hijobga ham kirishni niyat qilib, qalbimga tugib qo'ydim. Ozgina vaqt kerak edi. Islom haqida tushuncham, bilimim yo'qligi uchun avval biroz o'rganib, so'ng kirish niyatida edim. Zo'rma-zo'raki boshqalarning gapi, fikri bilan amal qilish niyatidan yiroq bo'lganman. Kech bo'ldi deguncha xonamga kirib ketaman. Islomiy kitoblar meni o'ziga rom qilib qo'ygandi. O'qib tugatib, yana deyman. Erim yana ko'tarib keladilar. Xonam kitoblarga to'lib ketgandi. Lekin meni hech kim hech narsaga majburlamasligi diqqatimni tortgandi. O'zimga qo'yib berishgan edi o'sha paytlar. Erimni savollarga ko'mib tashlardim. Qo'ldan kelgancha javob berardilar. Lekin hech bir narsaga zo'rlab, majburlab qilmasdilar. Hujjatlarimiz tayyor bo'lgach, 20 kunga Dubayga uchib ketdik. Turmush o'rtog'imga qaraganimda ko'zlarim quvonchdan porlab ketardi.
Juda samimiy, mehribon va o'z navbatida hazilkash edilar. Siz juda yaxshisiz. Umrimni oxirigacha xizmatingizni qilishga tayyorman. Nasib qilsa, farzandlarimning otasi bo'lasiz. Farzandlarim dunyodagi eng baxtli bolalar bo'lishadi. Chunki sizdek adasi bo'lgani uchun. Ha, inshaalloh hali hammasi oldinda. Farzandlarimizni onasi ham eng yaxshi ona bo'ladi. Hamma farzandlarimning onalari yaxshi bo'lishadi, inshaalloh, dedilar u sekin ko'z qiri bilan qarab qo'ydilar. Bunaqa hazillarga o'rganmaganman. Qovoq tumshuq qildim u grafinda turgan suvni yuzlariga sepib yubordim va ochlik qildim. Tashqariga chiqib ketsalar, tez u bu narsa yeb olaman u kelishlari bilan ochlardek o'tiraveraman. Yaxshi qiz, yarashaylik, zerikib ketdim. Yo'q. Tamom va salom. Musulmonlar 3 kundan ortiq arazlab yurishlari mumkin emas. Biz er-xotin bo'lsak, uni ustiga yangi kelin kuyov bo'lsak, uni ustiga Dubayda bo'lsak, uni ustiga Atelda bo'lsak, uni ustiga bir xonadamiz. Yarashamizmi? O'girilib, kitob o'qigan kishidek kitob varaqlayman. Hoy kelin poshsha, hazillashdim-u, farzandlarining onasi bitta bo'ladi. Bo'ldimi? Bitta bo'ladi. Nima qilsam ekan-a? Yarashishimiz uchun tilla taqsam ekan-a? Shu joyda sharaqlab kulib yubordim. O'g'il farzandli bo'ldik. Quvonchdan yer u ko'kka sig'magandik o'shanda. Qaynotamlar ismini yaxshi niyatlar bilan Usmon qo'ydilar. Men ortiq Qur'on o'qishni yaxshi o'zlashtirib olgandim hisob. Qaynonamlarga sabr va toqat bilan o'zlari Qur'onga tushirib qo'ygandilar. Qur'onni qiynalib yaxshi o'qiydigan bo'lib ketdim. Qiynalmay yaxshi o'qiydigan bo'lib ketdim. Usmonim 1,5 yoshga to'lganda Zubayrim tug'ildi. Bola boqishda ko'p ham qiynalmaganman. Qaynotamlar, qaynonamlar o'z holimga tashlab qo'yishmagan. Baravar qarashib, bolalarimni katta bo'lishlariga yordam qilishgan. Zubayrim 4 yoshga kirganda Umarim tug'ildi. Turmush o'rtog'im, meni arslonlarim, polvonlarim, kuragi yer ko'rmasin o'g'illarimni, deb erkalar edilar. Umarim 2 yoshga kirdi. Men diplomli bo'ldim. Qancha mashaqqat, mehnat evasiga o'qib bitirgan edim. Endi men ham malakam bo'lmasa ham shifokor edim. Qaynonamlar shifokoram derdilar. 4-farzandimni qiz bo'lishini istadik. Lekin Allohning irodasi o'g'lim Abdulloh dunyoga keldi. Bu orada otamdek ko'rganim, mehribonim, qaynotamlar olamdan o'tdilar. Osmonimiz qorong'ulashib, uyimizdan quvonch ketdi. Abdulloh 3 yoshga kirdi. Alhamdulillah. Qizimiz Safiya tug'ildi-yu, yig'isi bilan bizni kultirdi. Uyimiz shodlikka to'lgandi. Hamma xursand, ammo qalbimning yarmi bo'lgan hojamning ranglari biroz so'lg'in edi. Sir boy bermasdilar, lekin men ko'zlariga qarab dardlari borligini payqagandim. Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi. Turmush o'rtog'imning ranglari borgan sari so'lib boraverardi. So'rasak aytmasdilar. Qur'ondan bosh ko'tarmaydigan bo'lib qoldilar. Tahajjudlarni tark qilmaydigan bo'lib qoldilar. Nafl namoz, nafl ro'zalarni keti uzilmay qolgandi. Lekin ne dardlari borligini aytmasdilar. O't pufak saratoni. Biz ancha kech bildik. Sevara, bolalarimning darslari chala qolib ketmasin. Har doim qarab, e'tiborda bo'lgin. Bilaman qiyin, lekin inshaalloh mevasi shirin bo'ladi. Mendan rozi bo'l. Yum-yum yig'layman. Jannatda men bilan bo'lishni istasang, turmushga chiqma.
Ayol jannatda oxirgi eri bilan birga bo'ladi. Yo'q, siz jonimga tekkansiz, jannatda boshqasi bilan birga bo'lishni xohlayman desang, o'zing bilasan. Qo'llaridan mahkam ushlab yig'layman. Yuzlaridan silayman. Adasi, unaqa demang. Mening eng baxtiyor kunlarim sizdan kechdi. Qanaqa qilib sizni boshqasiga alishtiraman? Siz mening boru yo'g'imsiz. Borlig'imsiz, ishoning. Yaxshi niyat qiling, hali tuzalib ketasiz. Boshini silaydilar. Qo'llari titraydi. O'lim ertami kech xohlasak, xohlamasak kelar ekan. Inson kelib ketuvchi, hech birimiz abadiy yashab qola olmas ekanmiz. Turmush o'rtog'imni mol davlatimiz bilan ham olib qola olmadik. Puliga ishonganlar naqadar ahmoq insonlar ekanini boshimizga dard, musibat kelganida o'zimizda ko'rdim. Qattiq ishongan pulimiz hech narsaga yaramadi. Juda erta beva qoldim. Dang'illama hovlimiz huvullab qoldi. Qaynonamlar, men, 5 ta bolam. Ora-sira qaynisingillarim kelib ketishardi. Uyimizda har kuni yig'i-sig'i, unutish, chalg'ish oson bo'lmadi bizlarga. Baxtimga farzandlarim bor. Ular bilan o'zimni ovutaman. Qaynonamlar, jonim onam, jigar porasi farzandi uchun yonsa ham menga bildirmaydilar. Vaqtlarini Qur'on o'qish bilan, farzandlarimga yodlatish bilan o'tkazardilar. Qaynonamlarni televizor ko'rganlarini ko'rmaganman hech. Dilni buzadi, fikrni chalg'itadi, oxiratni unuttiradi, o'limni esdan chiqartiradi derdilar. Vaqtlarini doim unumli o'tkazganlar. Men ham qaynonamlardan ko'p narsa o'rganganman. Bir kuni qizlarini chaqirdilar. Hammamizni yig'dilar. Meni ham boylab berib qo'ymagan. O'lim har onda kelib qolishi mumkin. Sizlarga berishim kerak bo'lgan va aytishim kerak bo'lgan narsalar bor, dedilar. Va barcha taqinchoqlarini o'rtamizda sovg'a qilib bo'lishib berdilar. Uy-joy mening nomimga o'tadigan bo'ldi. Mening xabarim yo'q. Xo'jayinim tirikliklarida meros haqqini singillariga berib qutulgan ekanlar. Qaynonamlardan Alloh rozi bo'lsin, hamma narsani juda chiroyli taqsimlab berdilar va mening qo'limda alohida o'ralgan korobka uzatdilar. Hayron bo'lib oldim. O'g'lim mahrga, hajga olib borish kerak edi. Nasib bo'lmadi. Sizga berib qo'yishimni iltimos qilgandi. Qizim, o'g'limdan rozi bo'ling. Haqqiga duo qiling. Qaynonamlarni quchoqlab yig'layverdim. Alhamdulillah, yengil tortdim. Mendan keyin ham shunday ahil bo'linglar. Doim bir-biringizni qo'llab-quvvatlanglar. Farzandlaringiz olim bo'lsin, qori bo'lsin. Bir zum bo'lsa ham Allohning toatidan chetga chiqmanglar. Xonamga kirib, hayajonlanib korobkani ochdim. Ichida qator qilib taxlangan ko'k qog'ozlar bor edi. Jami $200,000 va ustiga Sevaramga deb zar ruchkada yozilgan konvert. Konvertni ochdim. Hayajon bilan xatlarni qo'limga oldim. Xatni boshini topish uchun 10 ta varaqga yozilgan xatlarni saralay boshladim. Xatlar tartib bilan, sabr bilan chiroyli yozilgan edi. Assalomu alaykum azizim Sevaram. Xatlarimni o'qir ekansan, bilaman. Ko'zingdan yosh bo'lib oqaman. Yarangni yangilayman, rozi bo'l. Hayot shu ekan. Kelarkansan, ketarkansan. Ajaling bir onda yoningda paydo bo'lib qolganda esa, attang, ko'p amallarga ulgura olmay qoldim, derkansan. Yashaging kelar ekan. Sanchiqlar, og'riqlar bilan yozdim bu xatlarni.
Har yozganimda yig'ladim. Haqqingga duolar qildim. Seni 5 ta farzandim bilan tashlab ketishimni o'ylaganimda, meni ahvolimga tushganlar biladi. Yig'lab, menga termulgan ko'zlaringga qaraganimda yashagim keldi. Allohning taqdiri, uning xohishi, irodasi. Sevar, bilasanmi? Seni ilk bor ko'rganimda samimiyliging uchun yoqtirganman. Ahvolingdan o'zimni kulkidan zo'rg'a ushlaganman. Ayniqsa, kalta kiyim kiyib olib, pastga tortaverganding. Meni dindor deb bilganing uchun hijolatga qolganingni bilganman. Bu qizni olma, uylanma, eplolmaysan. Buni umuman ushlab tura olmaysan. Ko'cha ko'rgan qiz ekan, deganlar ko'p bo'lgan. Lekin istixora qilganman. Ko'nglim sen tomon chopgandi. Senga islomni o'rgatishni niyat qilgandim o'shanda. Sevarim, senga uylanib adashmadim. Sen bilan yashagan kunlarim mening eng baxtiyor kunlarim bo'ldi. Sening vijdoning, ixlosing, rahmdilliging meni doim hayron qoldirgan. Ko'ngling suv kabi toza edi, sodda eding. Dubayga borganimizda arazlaganing esingdami? O'shanda yuragimiz qilgandi. Yarashmasachi degan xayolga kelgan. Hech narsa yemay qo'ygansan. Keyin sezib qolganman. Xonadan chiqqanimda berkitib yeb olarkansan. Ko'nglim taskin topgandi. Rosa yarashni yo'lini o'ylaganman. Astoydil xafa bo'lganding o'shanda. Tillani eslatishim bilan kulgansan. Yo'li oson ekan-u, degandim. 1,5 kunda yarashib olgandik. Esladingmi? Bularni nega yozyapman bilasanmi? Yuzingga kulgu yugurishini istadim. Men huvullatib ketgan ko'nglingga bahor kelishini istadim. Men bilan o'tgan xotiralarni eslatishni istadim. Hamma og'riqlarimda, hamma o'g'illarimda go'sht derding. O'g'illigini ma'lum qilib qo'yarding. Qizimiz Safiyada 4 deganingda osmonlarda uchib olib kelardim. Qizligini sezgandim. Ayniqsa chap tomonga o'girilarding-u, pishillab uxlayverarding. Qizlar uyquchi bo'larkanda derdim. Chunki o'g'illarimda hech uxlamasding. Sevar, doim oyoqda bo'larding. Onam indama qo'yar uxlasin derdilar. Onamni erkatoylari eding. Siz kirib ketavering, bir pas yotib chiqing, charchadingiz desalar, jon deb kirib ketarding. Uxlab chiqib kelarding. Umrimni o'tishini qara. Kechagina urush o'tirgandik. Bir pasda 5 ta farzand, alhamdulillah. Menga polvondek o'g'illarni sovg'a qilgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Sevaram, jannatim, mening qalbimning parchasi. Jonim, sen bilan butun edi. Seni yolg'iz tashlab ketmoqdaman. Rozi bo'l. Gullarning sarasi. Sefara, sendan katta iltimosim bor. Alloh uchun bajargin. Farzandlarimizni o'qitgin. Ularni ilmli qori bo'lishlarini niyat qilganman va doim Allohdan so'raganman. Seni va bolalarimni birovlarga sarg'aymasligingiz uchun, non, suvga zoriqmasligingiz uchun pul berib ketyapman. Sevar, sen bundan-da ko'piga a'losiga loyiqsan. Lekin rozi bo'l. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Usmon, inshaalloh balog'atga yetganda onamni va seni hajga olib boradi. Yaxshi kunlaring hali oldinda. Hammasi oldinda. Sizlarni Allohga topshirdim. Robbim sizlarni yolg'izlatmasin, qo'llab-quvvatlasin. Sevaram, meni yashagim kelyapti. Lekin erimdan qolgan pullarni olib qo'ydim. Xatlarini hammasini o'qimadim.
Vaqt kelganda, yuragim siqilganda o'qiyman, dardimga darmon bo'ladi. Usmonimni qaynonamlar qori qildilar. Zubayrimga 18 porani yodlatib qo'ydilar. Qaynonamlar bo'lmasalar men bolalarimni eplay olmasdim. Qaynonamlar tahajjudga turganlaridan keyin to bomdodni o'qimasdan yotmasdilar. Bomdoddan keyin esa bolalarimni yonlariga olib Qur'on yodlatar edilar. Sabr bilan, shirin muomala bilan, go'zal xulq bilan. Mening ishim doimgidek ovqat qilish, kir yuvish, dazmol. Ba'zan mijozim bo'lib qolgan bemorlar kelishsa, ularga qarayman. Bo'lmasa yo'q. Davlat ishlarida ishlamadim. Ko'proq uyda o'tirishni afzal bildim. Bolalarim mensiz meni ishdan kelishimni kutib yashashlarini istamadim. Uni ustiga erimdan qolgan pullar yashashimiz uchun bemalol yetardi. Qaynonamlarning ishlari dars va yana dars berish edi. Hech mening ishlarimga yoki oshxona ishlari, osh-ovqatga aralashganlarini eslolmayman. Boshlarini Qur'ondan ko'tarmas edilar. Nevaralariga Qur'onni o'ta go'zal, sabr bilan o'qitib yodlatar edilar. Bir kuni choy ustida qaynonamlardan so'radim. "Oyijon, qachondan beri namoz o'qiysiz?" 6 yoshimda, Alloh rahmat qilsin, onam namozga solganlar. O'sha o'qiyman alhamdulillah. Qachondan beri tahajjudga turasiz? Yana so'radim qiziqib. 14 yoshimdan beri biron marta tahajjudni o'tkazib yubormadim. Doim o'qiganman. Tahajjuddan Alloh rahmat qilsin, onam turg'azib o'rgatganlar. Yoshim 70 ga yetib qoldi. Umrim davomida ko'p xato ishlar qilganman. Bilmay gunohlar qilib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Lekin namoz, ro'zamda qoqilmaganman, alhamdulillah. Doim vaqtida bajarib kelganman. Siz ham bolalaringizga namuna bo'ling, bolam. Tahajjudingizni yo'lga qo'ying. 2 o'g'lim qori bo'ldi, alhamdulillah. Ularni ilm olishlari uchun Misrga jo'natdik. Qaynonamlarning maslahat va nasihatlari bilan men ham keyinroq Misrga uchib ketdim. Ilm oling, umringiz oshxonada o'tyapti, bolam. Ertaga qiyomatda bu haqda so'ralaman, javobgar bo'laman. Sizni uy ishlari bilan o'ralashtirib, ilmdan to'sganim uchun jazolanishim muqarrar. 5 yil o'g'illarim bilan birgalikda Misrda o'qidik. Ora-orada ta'til paytlari uyga kelib ketardik. Boshqa farzandlarimni ham jonimdan ortiq ko'rganim qaynonamlar ancha o'qitib, yodlatib, dars berib qo'ygan ekanlar. Ko'p narsa o'rgandik. Vaqtimiz, pulimiz bekorga ketmadi. Vaqtni ham, pulni ham ilm olish uchun sarf qildik. Dunyo shu ekan. Bugun borsan, ertaga yo'q. Insonlar tug'ilaveradi, vafot qilaveradi. Qaynonamlar kasal bo'lib yotib qoldilar. Hech qayerimda og'riq yo'q. Faqat kuchsizman. Oyoq qo'lim kuchsizlikdan titrayapti. Namozni o'tirib o'qishlarini iltimos qilsam ham, bor kuchlarini to'plab turib o'qirdilar. Oyog'im bor, qadam bosa oladi. Nega endi o'tirib o'qirkanman? Shu hollarida ham Qur'on bilan yashadilar. Yotgan joylarida bolalarimni Qur'onini tekshirib yotardilar. Ulardan yoddan o'qishsa, diqqat bilan quloq solib, xatosini to'g'rilab berardilar. O'limlaridan bir kun avval choy tayyorlab yonlariga kirdim. O'ng taraf bilan yotgan hollarida duo qilayotgan ekanlar. Robbim, umrimni seni toatingga bag'ishladim. Seni dedim. Boshqasini tanlamadim. Jannating uchun gunohlardan, haromlardan tiyildim. Sening jamoling uchun Qur'onni qo'limdan qo'ymadim. Robbim, menga atalgan o'lim yaqinga o'xshaydi. Dilim ham, tilim ham sening noming bilan o'tsin.
O'lim onida zarracha chalg'ib qolishdan qo'rqaman. Jonimni og'ritmasdan olishingni so'rayman. Qabrdagi savol-javob-larimni oson qilishingni so'rayman. Qiyomat kuni meni jumla inson oldida sharmanda qilmasligingni so'rayman. Yuzimda nur bilan, qalbimda huzur bilan bu dunyoni tark etishni xohlayman. Ertasi kuni Azroil eshigimizni qoqmasdan kirib keldi. Men oyijonimni yonlarida qo'llarini ushlab yig'lab o'tirgan edim. Oyijonim esa pichirlab Qur'on tilovat qilar edilar. Bu orada shoshib-pishib qaynisingillarim kirib kelishdi. Hammalari avliyo onamizni yonlariga tizilib o'tirishdi. Hammani ko'zida yosh. Qaynonamlarning yuzlaridan dona-dona ter tomchilari oqa boshladi. Biz rozi rizolik tilashdan boshqa narsaga yaramay yig'lab o'tiraverdik. Oyijonim eshikka qarab, kelishdi. Qaddilaringni ko'taringlar, salom beringlar, deb o'zlari assalomu alaykum dedilar. Biz hayronlikdan shoshib qolgandik. Shu payt qaynonamlar kulib, Allohu akbar, jannatning go'zalligini qaranglar. Ko'zlarim qamashib ketdi. Allohu akbar dedilar u jon berdilar. O'lim kimgadir rohat, kimgadir azob. Har kim dunyoda yiqqan, tergan nasibasini o'limi oldidan ko'rar ekan. Men shunga amin bo'ldim. Qur'on bilan Allohning amri bilan yashagan qulini Alloh xor qilmas ekan. Yig'madilar, to'plamadilar. Abadiy yashamaganingizdan keyin nega mol yig'ayki, derdilar. Uyimiz mushk isiga bo'g'ildi. Janozaga kelganlar, nimani hidi bu, deb ko'p so'rayverib bizni charchatishdi. G'assol keldi. Qaynonamlarni ko'rdi-yu, menga ham shunday o'lim ber Robbim, deb uvoz solib yig'lab yubordi. Qaynonamlarni kulib yotgan yuzlari hammani hayratda qoldirgan edi. Men avliyo deb bilganim qaynonamlarni tuproqqa qo'yishdi. Allohning amrini bajarib, avliyolik darajasiga yetgan insonlarni kitoblarda o'qigan edim. Mening oyijonimni ham avliyolardan kam joylari bo'lmagan hech. Doim Alloh va rasulini chizig'ida umr kechirganlar. Avliyo deganlarida ko'z oldimga faqatgina oyijonim keladilar. Avliyo bu mening qaynonamdirlar.